Bu desertni 3 ta nom bilan ta'riflayman. Beg'ozor, oson, tezda tayyor bo'ladigan. Birinchi bo'lib tvorojniy sir, kraxmal, shakar, vanilin yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan tuxum hamda slivki solib, venchikda aralashtirib, eng so'ngida limon suvini siqib chiqazib blender qilamiz. Qolipga joylab pishirib olamiz. Pishganda o'rtalari shunaqa liqillab turadi. Ertasi kuni xolodilnikdan olamiz, kesamiz, ganash qo'yib mazza qilib yeb olamiz. Albatta siz ham bu mazali desertni tayyorlab ko'ring. Ko'chada yeganlaringizdan ko'ra 1000 marta zo'r chiqarkan. Mangoni sevib yeydiganlar uchun mangoli San Sebastian cheeskekini tayyorlaymiz. Idishimizga tvorojniy sir, shakar, kraxmalimizni solamiz. Lopatka yordamida sekingina aralashtirib olamiz. Tuxumni solamiz. Yana aralashtirib mangoni to'g'rab solib olamiz va blender yordamida yaxshi massa hosil bo'lguncha aralashtirib olamiz. Va qolipimizga tayyor massani solib, gaz pechimizga solamiz. Ustlari qizargandan keyin olamiz. Yoqimli ishtaha albatta tayyorlab ko'ringlar. Qizlar esinglardami, o'tgan yilda akang kuchaydi degan gap rosa moda bo'luvdi. Bugun sizlar bilan o'sha kuchayganlar yeydigan cheeskeklarni dodasini tayyorlaymiz. O'zi bu cheeskekni bugun begim zakaz qilib qoldilar. Nimamush Napoleon Medovilardan bezor bo'libdilar. Boshqacharoq shirinlik yegalari kelib qopti janob. Ha, yoqmay qolsin. O'zim kalu, ko'nglim nozik. O'zlariga ayta olmayman, shuning uchun ham bugun shu mevali cheeskekni tayyorladim. Avval sariyog' bilan pechenyeni uqalab olib qo'yamiz. Tvorojniy sir, tuxum, shakar, vanilin va qaymoqni mikserlab pechenyeli massa ustidan quyamiz. 150 gradusda 60-70 minutda pishib chiqadi. Xolodilnikda kamida 12 soat ushlab, shokoladli ganash va mevalar bilan bezatamiz. Mahsulotlar haqida batafsil opisiyaniyada yozib qoldiraman. Shu usulda qilsangiz, sizni cheesekeklaringiz ham shunaqa mazali, yumshoqqina bo'lib chiqadi. Yorini boy qiladigan ayollar shu odam sizlar endi bir dona kusog'ini falon pulga olib kelayotgan cheeskekni o'zingiz uy sharoitida undan ham zo'r, undan ham barakali qilib tayyorlay olasiz. Maydalangan pechenye ustiga eritilgan sariyog' solib, qolipimizga joylab olamiz. Qolipni folga bilan o'rash yoddan chiqmasin. Bu arada tortoning mazali tvorojniy sirlari ustiga tuxum, shakar, slivka, torto kraxmali va albatta vanilin sahridan solib blender qilamiz. Pechenyeli massa ustidan joylab, gaz pechiga 1 soatga jo'natamiz. Sovigan cheeskekimizni bir kecha xolodilnikka olib qo'yib, ustini karamel yoki tortoning shokoladli pastasi bilan bezatamiz. Eng mazali, barakali, butun oilangiz mazza qilib yeb oladigan cheeskek tayyor. Tayyorlab ko'rib, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Istanbuldagi Galatadagi cheeskekni hali ham yegim keladi. Bu cheeskekni dubayskiy uslubda o'rgataman. Kremchizga 3 ta tuxum, shakar va jo'xori kraxmalni solib, yaxshilab blender qilamiz. Qaymoq solamiz, yana bir ro'ga blender qilamiz. Yaxshilab pergament qilib olib, boyga massamizni qo'rqmasdan qo'yamiz. Gaz duxovkasiga 1 soatga yuboramiz. Chiqqan cheeskekimizni sovitib, xolodilnikka 2 soatga qo'yamiz. Ustiga shokolad va qarsillab chiqish uchun qatayib xamirlardan solamiz. Agar qatayib xamirini topolmasangiz, shokoladni o'zi ham bo'radi.